Bozorda jonivorlarga qanday munosabatda bo'lishmoqda? Qizil kitobga kiritilgan turlar sotilyaptimi yoki yo'qmi? Millar bugun reydda. Yangiobod bozorida ko'plab kuchuk va mushuklarning qafasida suv yo'qligiga guvoh bo'ldik. Suvlari qani bular jonivorlar? Suv, vada. Qo'ying, bering uni idishlarga qo'yib. Bu jonivorlar issiqda chanqiydi, vaqtida suvini berib turish kerak. Suvi bor. Bundan unga olib beramiz. Buni o'zini idish bo'lishi kerak-ku. Muzdeyimizda ichiryapmiz, yigit, qovatiryapmiz. Bular vaqtida suvini berib turing. Beramiz, обязательно. Oldida suv qani? Idishga suv quyib qo'ying. Tumshug'idagi xavfsizlik g'ilofini taqib qo'ying. Qopga solishyaptimi-da hozir? Da. Yo'q, u hozir chiqadi, soladi-ku. Bozor omboridan qafasda saqlanayotgan egasiz mushuklar va yovvoyi qushlar topildi. Yashnobod tumani Yangiobod bozorida red tadbiri o'tkazilganda 4 dona sava qushi topildi. Hozirgi vaqtda buni egasi aniqlik kiritilmoqda. Egasi kelgandan keyin batafsil ma'lumot olib, tushuntirish ishlari olib boriladi. Xona sharoitida boqish, saqlash mumkin bo'lmaganligi sababli yovvoyi qushlar guvohlar ishtirokida tabiat qo'yniga uchirib yuborildi. Hurmatli savdogarlar, havo haroratining yuqoriligini o'zingiz ko'rib turibsiz. Bu vaziyatda yordamingizga muhtoj bo'lgan jonivorlarni suvsiz qoldirmang.